Azizlarim, bugun bizda noodatiy sho'rva, chechevitsa va bulg'urli. Piyoz savolim birinchi, keyin mol go'shti nafis va to'rtburchak shaklda to'g'ralgan. Mana sabzini ko'rib turibsiz. Keyin sho'rva bo'lgani uchun sal kattaroq shaklda to'g'radim. Sabzi bilan o'sha barcha mahsulotlarni bolgarskiy soldim. O'rtaloqda qovurdim. Keyin chesnok solingan. Chesnokdan keyin kabochak solib suv qo'ydim. Suv qilish jarayonida o'sha qaynab chiqqandan keyin murch soldim. Murchdan keyin mana ko'rib turibsizlar, suvga kartoshka solganman. Hammasini to'liq syomka qila olmaganim uchun kartoshka solgan paytim ko'rinmay qoldi. Mana har bittasini o'sha qaynab chiqish jarayoni, ozdan qaynab chiqqandan keyin bulg'ur soldim. Yarim piyola bulg'urni yuvib solganman. Chechevitsani esa xuddi shunaqa yarim piyola qilib chechevitsani ivitgani qo'ydim. Chechevitsani oldinroq ivitsangiz ishib chiroyli bo'lib chiqar ekan. Bitta qaynaganda pishadigan bo'lib. Mana ko'ryapsiz, chechevitsani solyapman. Sho'rvamiz injiqroq, chunki o'sha to'liq agar uzoq pishib ketadigan bo'lsa, chechevitsalar yorilib juda nima deydi, xunuk shaklda va ovqat quyuq bo'lib qoladi. Shuning uchun o'sha me'yorda pishirish uchun uzoq pishirmadik, chunki ungacha ko'p mahsulotlar pishib bo'lganda keyinroq solganmiz. Ovqat tayyor.